Endi to'ygacha homiladorlikdan saqlanishni ham muhokama qilamizmi? Bitta voqea aytib beraman. Poliklinikada bitta ayol ginekologga spiraliga shikoyat qilib borgan. Bilmaydiganlar uchun spiral shunaqangi implantki, matkaga qo'yiladi. Spermatozoidlarning harakatlanishiga xalaqit berib, homiladorlikni oldini oladi. Xato qilgan bo'lsam to'g'rilaysizlar. Spiralning побочный effektlari bo'lishi mumkin va ayol shifokorga shu nimadirga shikoyat qilib borgan. O'rniga gormonalni ukollar so'rab borgan. Gormonalniy terapiyani побочный effektlari ko'proq bo'lishi mumkin. Shunda xayolga keladigan tabiiy savol, nimaga eringiz himoyalanmaydi? Uni javobi eriga yoqmas emish. Неудобно emish. Я в шоке. Это ненормально, девочки. Chunki tarozini bir pallasida neudobno, ikkinchisida sog'lik. Ayollar esa rozi bo'ladi. Kechirasizlar, bizda erini rozi qilish bu majburiyat. Sog'ligidan kechib, g'arb ta'siri, bunaqa gaplar gapirmanglar, balo battar deysizlar. Excuse me. Bizda ayollar sog'ligi nafaqat o'rganilmaydi. Bizligimizda bunaqa mavzular вообще tabu bo'lgan. No. Bunaqa paytda shikoyati borligi haqida ayollar eriga aytmasa ham kerak deb o'ylayman. Ko'pchilik erlar xotinini sikli haqida ham bilmas ekan. Yo, bizda prям erini rozi qilish ayollarni tug'ilishini sababi desa ham bo'ladi. O'zini sevish bu gelik so'rash emas. O'zini sog'ligini birinchi navbatga qo'yish.